Pazat değerli dostlar, yaxşımısınızlar? Men Yaşnaqçı Merdan Eli. Ko'rib turayotganinglar, ham shu Pazat nahiyasidagi avat yeriga joylashgan Ihson kiyim-kechaklar do'koni. Ihson kiyim-kechaklar do'konimizda hozir katta faoliyatlarni olib beryapmiz. Bu faoliyat qanday faoliyat degan chaqda, ham shu Ihson kiyim-kechaklar do'konimizdan mal sotib olgan xaridorimizga so'misi 2000 yuanga yetsa, ham shu sayyoga haqsiz apirib o'yintib ekildigan müşde kat faaliyetlerini uyushtirdik. Faaliyetimizden vaqti olab qilib qolsa 2025 yılı 11 ayının 8 günden 2026 yılı 1 ayının 8 güngacha davomlashadi. Shu 1 ayının 8 kuni naq maydon jibo qilib, shu numar aylantirish orqali shu ta'lili xaridorlarimizni tanlab chiqmoqchi. Sayyoh berish tanlanmay qolgan xaridorlarimizmi haqsiz ko'ngil so'g'imiz bor, u bo'lsa shu Ihson markasidagi oliy sifatli atirimizni haqsiz sovg'a qilamiz. Kiyim-kechak sotuvini olishayotgan barcha xaridorlarningki Xinjiangning har qaysi joylaridagi Ihson kiyim-kechaklarni sotish do'konimizga kirib, fursatni chong tutib, bu faoliyatga qatnashinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Kanamsa Pazat değerli dostlar, sizlarni Ihson kiyim-kechaklarini saqlaymiz. Rahmat.